Hurmatli Karamanchik Bolam, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sen Karamanchikning ambasadori to'g'risini ayt. Shunaqa. Nimani boshlayapsan, bolam? Yana yaqinda erkaklar o'rtasida. Qanaqa erkak? Yaqinda Yangi yil bayrami bo'lsa, bu bolajonlar uchun ham qilaysan, bolam. Kelayotgan yangi challengeimizni yosh ijodkor bloger bolajonlar o'rtasida qilamiz. Zo'r bo'ladi-da, bolam. Asosiysi 14 yoshgacha bo'lgan bloger bolajonlar o'zlarining bloglaridan kelib chiqqan holatda Karamanchikka mahsulotlarni olib, kreativniy ideya video qilishlar kerak bo'ladi va uni Telegram kanalimizga tashlashadi. Biz uni post qilib Instagramga joylaymiz. Nuggets, strips va kurining shariklarimizni 3 xil turdagi mahsulotlarni beramiz. O, juda ham zo'r. G'oliblarga nimadir berasanmi, bolam? Sovg'asiz yangi yilmi? Birinchi o'ringa notebook beramiz. Ikkinchi o'ringa netbook beramiz. Uchinchi o'ringa esa planshet beramiz. Eng ko'p like yiqqan video g'olib deb hisoblanadi. Sanalarini ayt. 16, 17, 18, 19, 20-dekabrgacha qatnashuvchilarni yig'ib, yetkazib berib mahsulotlar videolarini qabul qila olamiz. 21, 22, 23-dekabrgacha qabul qilgan videolarimizni joylab boramiz. 24-dekabrdan 31-dekabrga qadar videolar kuzatuv ostida bo'ladi. Eng ko'p like yiqqan g'olib 31-dekabr kuni 2025-yilning so'nggi daqiqalarida, ya'ni 12:00 da g'olibni jonli efirda aniqlaymiz. Qolganlarni ham nima xafa qilasan? Karamanchikka hech kim xafa qilmaydi, avvalambor, ko'rib. Qolgan bolalarga butun sovg'alarni topshiramiz. Hammasiga? Sovg'a bor. Bolajonlar, mana sizlarga imkoniyat. Yangi yilga yangi sovg'a yutib olmoqchi bo'lsangiz, ushbu challenjda qatnashing, bolalar.